Ramazan, Ramazan, Ramazan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana shunday marhamat qiladi. Kim ro'zadorga iftor qilib bersa, unga uning ajricha ajr bo'ladi. Shu bilan birga ro'zadorning ajridan hech narsa kam bo'lmaydi dedilar. Demak, birodarlar, Ramazon oyi shunday oy ekanki, agar bir kishi ro'za tutadigan bo'lsa, o'sha ro'zadorni iftor qilishligiga sababchi bo'ladigan bo'lsangiz, shu insonni hamma savobi ko'chirilgan holatda o'ziga kamaymasdan sizga ham shuni savobidan bo'ladi. Agar 30 ta ro'zadorni boqsangiz, shu 30 osini qilgan solih amallardan hosil bo'lgan savob sizga ham bo'ladi va uni o'ziga ham kamaymaydi. Bu qaysi oyda? Bu Ramazon oyida. Shuning uchun birodarlar, Ramazon oyida silay rahmni ko'paytirishlik, yetim bechoralarga ihson hadyani qilishlik, Allohga zikrni ko'paytirishlik, tavbani ko'paytirishlik, sunnat ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishlik, hayotimizni televizor tagida yoki qandaydir maydonda to'p tepib yoki qo'limizni telefonda ushlab olib yoki ko'chada 4 ta 5 ta odam yig'ilib olib bo'lar bo'lmas gaplarda gaplashib, choyxonaga borib olib taravani vaqti o'tib ketayotgan bo'lsa ham kulishib olib ko'k choyni piyolada aylantirib ichib o'tirmasdan, birodarlar, Ramazon oyi ibodatga berilgan oy, bu oyga mahkam bo'lmoqlik kerak. Ramazon oyi, birodarlar, ro'zadorlarning holati 3 xil bo'ladi. Om ro'zasi, xos ro'zasi, xossun xos ro'za. Omlarning ro'zasi nima? Ular shunday ro'za tutadiki, ommaviy insonlar yeyishdan, ichishdan, o'sha ayoli bilan jinsiy aloqa qilishlikdan tiyiladi xolos. Endi xos ro'za qanday? Xos ro'za bu o'sha taqvodorlarning ro'zasi. Bu insonning qulog'i ham, ko'zi ham, tili ham ro'zador bo'ladi. Ya'ni yomon gap gapirmaydi, g'iybat qilmaydi, bo'lar bo'lmas gaplarni eshitmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedi? O'zining hadislarida agar ro'zador bilan birov ursa, men ro'zadorman deb aytsin. Chunki ro'za aynan mana shu narsalardan insonni o'zini tiyadigan, nafsini tarbiya qiladigan oy. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kim uylanishga qodir bo'lmasa, ro'za tutsin. Chunki ro'za shaytonning yo'lini qisib qo'yadi dedi Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Shaytonning yo'lini qisishlik yo'li ham aynan ro'za tutishlik. Inson ro'zador bo'lar ekan, o'zini nafsini tarbiya qilishligi oson bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, bu oyni qadrlab, bu oyda g'animat bilib, har bir kunini, har bir daqiqasini iloji boricha ibodat bilan, zikr bilan o'tkazmoqligiga harakat qilishligimiz kerak. Bomdodlarda masjidga qatnab, taroveh namozlariga qatnab, Qur'on tilovatlarini qilib, zikrlarni qilib, birodarlar, iloji boricha hayotimizni ibodat bilan o'tkazaylik. Chunki oddiy misol qaraydigan bo'lsak, mana keling, mana shu 1 yilda olaylik. Aytaylikki 5-6 kundan keyin Ramazon keladi. Mana shu Ramazonga, o'tgan Ramazonda yashaydigan insonlarning qanchasi yetmadi? Qanchalagan insonlar bor edi safimizda o'tgan yil Ramazonda. Biz bilan birga safda turib namoz o'qigan edi. Biz bilan birga turib taravih namozlarida biz bilan qoyim bo'lgan edi. Kerak bo'lsa aytaylik, masjidlarga bir yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Shu insonlarda bugun ba'zilari yo'q. Alhamdulillah, biz mana shu oyga yetib keladigan bo'lsak, bu katta mukofot. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallamning 2 ta sahobasi dunyodan o'tdi. Birinchisi avvalroq, ikkinchisi 1 yil keyin o'tdi. Ikkosining amali bir xil edi. Bir kuni tush ko'rishdi. Shuda ikkinchi keyinroq dunyodan o'tgani jannatning yuqoriroq darajasiga kirdi. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, ikkalasi birodar edi, qilayotgan amali bir xil edi. Nima uchun keyin o'lgani jannatning yuqoriroq darajasiga chiqdi?" dedi Payg'ambar alayhisalom. Chunki u undan ko'ra bir marta Ramazonni ko'proq tutdi dedi. Mana shu Ramazondagi birodarlar ibodat kishini darajasini ko'tardi. Alloh taolo bizga hayot bergan ekan, umr bergan ekan, demak jannatdagi darajamizni ko'tarib olishlikki bu imkoniyat, bu Ramazon. Chunki keyingi Ramazonga bormizmi, yo'qmizmi, vallohu alam. Payg'ambarlarga qachonki Azroil keladigan bo'lsa, jonini olishlik uchun payg'ambarlar hammasi rozi bo'lib o'zini jonini olishlikka rozi bo'lishgan. Ularning birortasi dunyoga haris bo'lmagan, Alloh taologa muhabbati qattiq bo'lgan, Alloh taolo bilan uchrashligi, bu dunyodan ko'ra oxiratga ketishligini yaxshiroq ko'rgan. Illo magaram Ramazonda, faqat va faqat Ramazonda Allohumma ballighna Ramazon, Allohumma ballighna Ramazon, Allohumma ballighna Ramazon deb duo qilgan.
ya'ni Parvardigoro bizni Ramazonga yetkazgin, meni Ramazonga yetkazgin deb duo qilgan. Qarang, hayotga haris bo'lmagan, oxiratni yaxshi ko'rgan payg'ambar faqat va faqat Ramazonda yashashlikni, Ramazon kirib olishligi uchun hayot bo'lib turishligini so'ragan. Nimaga? Chunki ana shu Ramazonning ajri mukofoti undagi jamiki beriladigan yaxshiliklar, hasanotlarning darajasi balandligidan hattoki birodarlar payg'ambarlar haris bo'lgan ekan. Ramazon haqida gapirsak birodarlar juda gap ko'p, lekin bizni esa vaqtimiz oz. Iloji boricha qo'ldan kelgancha Ramazon haqida qisqacha yetkazgan bo'ldik. Inshaalloh birodarlar mana shu belgi Ramazon oyini har yilgidan ko'ra yaxshiroq tutishlikka niyat qilsak, belni mahkam bog'lab, mana shu yil inshaalloh Ramazonda Alloh taologa o'zimni qanday bir banda ekanligimni ko'rsatib qo'yay. O'tgan yilgi Ramazondan ko'ra bu yilgi Ramazonga o'zingizni o'sganligingizni, iymoningizni darajasi balandlaganligini, nafsingizni qisman bo'lsa ham tarbiya qilganligingizni mana shu Ramazon oyida birodarlar isbotlab qo'ysa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.